Assalomu alaykum janob mingbuloqliklar. Mana bugun aprel oyining 6-kuni. Xudo xolasa armaturalarimiz keldi akalar. Akalar, armaturalar nima deyapti mana ular? Akalar, bir e'tibor beringlar. 12 armatura, B pechat, original zavoddan tonnasicha keldi akalar. Eng optim joyi akalar, Rizoboydan olishdan maqsad sizda 3 ta imkoniyat bor ekan. Birinchi olishdan Rizoboydan xarid qilishimdan nima maqsad deyishlaring mumkin. Rizoboydan olishlikdan birinchi maqsadlaring akalar, bu mahsulotimiz birinchidan sifatga javob beradi. Hammasiga garantiyasini beramiz, cheklarigacha beriladi. Keyin ikkinchi Rizoboydan olishga maqsadlaring aka, pulingizni tejab olasizlar akalar. Birinchi o'chirda pulingizni tejaysizlar, cho'ntaklaringizga ham yordam bo'ladi. Uchinchidan bizda rozigresh o'yinlar bor. Kimki savdo qilganga, qancha ko'p savdo qilganga, shu Rizoboydan kelib qilganga bir kompyuterga nomerlaring qoldiriladi, ism familiyalar qoldiriladi va 2-3 ta mashinalar qo'yilgan va undan tashqari mayda-chuda o'yin yutuqlar ham qo'yilgan. Xolodilnik, kir mashina, perforator, shurpoverka, shunaqa sovrinlarimiz ham bor va mijozlarimizga, usta akalarimizga, akalar Rizoboy brendi bilan akalar, mana brendi Rizoboy futbolkalari berilmoqda, ekipkalari berilmoqda. Bu shunchaki podarka akalar. Sizlardan xarid qiling, kelinglar. Prosta tanlovda adashmang aka. Tanlovda adashmaslik uchun bizning maqsadimiz sizlarga sifatli mahsulot yetkazish va ularni sifatliligini garantiyasini berish. Shuning uchun manzil Mingbuloq Jamashuy shu Rizoboy katta brendi ostida kelaverasizlar akalar. Akalar, hozir akalar, bu xudo xolasa bizga hozir chegirmalar ketyapti. Ekran pastiga qoldirilgan nomerlarga hoziroq telefon qiling akalar. Hoziroq telefon qilsalaring, chegirmalarda xudo xolasa qo'ldan kelgan chegirmalarni qilib beramiz akalar. Bizning maqsadimiz shu, elga, xalqqa xizmat qilish. Elga xizmat oliy qimmat. Kelaverasizlar akalar. Sizlar bilan